Suriyadagi o'zbeklar ozodlikka yo'llagan bu video kuzatuv kamerasida qayd etilgan va iddaoga ko'ra shu kunda mamlakatdagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. Iddia qilinishicha, videoda o'zbek jangarilarning may oyi boshida Suriya armiyasi 2 askarini otib tashlagani aks etgan. Ozodlik bu video aynan qachon va qayerda olinganini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Manbalar iddaosiga ko'ra, bu hodisa Halab shahrida ro'y bergan. Tafsilotlarga o'tishdan avval bir izohga ehtiyoj bor. Biz ushbu lavhada Suriyadagi o'zbeklar deb aytayotganimiz bu shaxslar bu mamlakatga bir maqsadda kelganini aytishgan. Ularning asosiy qismi 2011-yildan beri Suriyadagi janglarda ishtirok etgan va o'zini mujohidlar deb ataydigan xorijlik jangarilarning bir qismidir. Ulardan ayrimlari yangi hukumat armiyasiga rasman yollanib, o'z statusini qonuniylashtirgan. Suriyadagi voqealarni yoritayotgan nashrlar, jumladan Ultra Syria internet saytining ichki xavfsizlik kuchlaridagi manbasiga tayanib xabar qilishicha, may boshida Idlibda o'zbek jangarisi shahar ichida o'q uzgani uchun qo'lga olingan. Buning ortidan qisqa muddat ichida uning ozod etilishini talab qilgan o'nlab o'zbek Idlib jinoiy xavfsizlik bo'limi binosi oldida norozilikka to'plandi. Ultra Syria nashri manbasiga ko'ra, natijada Suriya xavfsizlik xizmati olomonni tarqatish uchun katta kuch tashlagan va hatto bunga jiddiy kuch jo'natgan. Bundan shaxsan prezident Ahmad al-Shara ham xabardor bo'lgan. Suriyadagi o'zbeklar ketma-ket bo'lgan bu voqealar ortidan aynan o'zbeklarga nisbatan nazorat, bosim kundan-kun kuchaymoqda deb iddio qilinmoqda. Ozodlik hozirda Suriyaning Kafariya, Halab va Idlib mintaqasida yashayotgan 3 o'zbek bilan gaplashdi. 4 o'zbek ushlangan. Shunaqa videolar orqali topilgan deyishdi. Otib tashlaganidan keyin qo'lga olinadi-da. Ularni Idlibdagi hibsxonaga tashlashgan. Ichkarida ularni urgan deyishyapti. Bular shara siyosati, Amerika bilan aloqalaridan norozilar. Unaqalar ko'pmas, lekin bor. Suriyaning Turkiya bilan chegarasiga yaqin joylashgan Idlib viloyati 2011-yil sobiq prezident Bashar Asadga qarshi norozilik namoyishlari boshlanganidan keyin bu mamlakatga Markaziy Osiyodan borganlarning tayanch nuqtasi bo'lib kelmoqda. Idlib shahri Suriya poytaxti Halabdan 100 kilometr, taqriban 1,5-2 soatlik yo'l narida. O'zbeklar va boshqa chet ellik jangarilar ko'p yashaydigan Kafariya esa poytaxtga yanayam yaqin 85 kilometr uzoqlikda. Shu bois Al-Shara xavfsizlik kuchlari bu shaharlardagi norozi jangarilar ustidan nazoratni kuchaytirishga urinmoqda, ammo bu oson kechmayotgani kuzatilmoqda. O'rni jiyiladi-da bu yerda. Hech hozir birdeka bo'lib ketsa, sразу da yalla deydi, jag'jida turadi bular hozir. Bundan tashqari bu mintaqadagi o'zbeklar yoki qirg'iz, qozoq, tojiklar amaldagi Suriya armiyasining ularga nisbatan munosabatidan ham norozi ekani kuzatilmoqda. Ozodlikka taqdim etilgan audio yozuvlardan birida tojikistonlik bir shaxsning o'z o'rniga ukasi hibsga olinganidan noroziligi aks etgan. Ozodlik audio ovoz egasining shaxsiga oid ma'lumotlarga ega, ammo oshkor qilinmayotir. Audio yozuvga oid boshqa tasdiqlangan ma'lumotlar yo'q. Kamiga bu yerdan bir 3-4 ta birodarda uydan chiqib ketgan. Ular bugun 14 ta birodarlar ketgan. Haram, Kafarjalis, Fua, Kafariya qilib hammasini olib chiqib ketishgan. Kamiga yo'lda uydan chiqqan abalida urib ketishgan. Prosta u uydan chiqib turib, o'zi bilan birodar bilan gaplashib, ko'rishib, gaplashgandan keyin aytilayotgan narsa. Haligi bekardan bekar prosta quroli ham yo'q ekan. Shunday chiqqan, qarsamlilar kelgan. Tinchlikmi, nima bo'lyapti degandan keyin, kimsan degan. Muhojirman desa, shunday tushib turib, urib turib, boshimga urma, boshim singanmi, shunaqa degan. 2011-yildagi arab bahori ortidan Suriyada xalq noroziliklari boshlangan. Namoyishlar qisqa muddatda fuqarolar urushi, so'ngra esa mazhablar aro ziddiyat, Asad yetakchiligidagi Shia va unga muxolif sunniy kuchlar o'rtasida to'qnashuvlarga aylanib ketgandi. O'shanda Yaqin Sharqdagi ayrim islom olimlari Asad hokimiyatiga qarshi jihod e'lon qildi. Bu chaqiriq ortidan dunyoning turli nuqtalari O'zbekistondan ham Suriyaga borganlar kuzatildi. 2014-yilga kelib Suriya va Iroqning bir qismida xalifalik o'rnatganini iddio qilgan Islom davlati guruhi o'rtaga chiqqach, uning tarkibiga ham Markaziy Osiyoliklar qo'shildi.
AQSh va Buyuk Britaniya hamda dunyoning aksar davlatlari tomonidan terrorchi deb qayd etilgan Islom davlati guruhi 2019-yilda xalqaro koalitsiya kuchlari tomonidan tor-mor etilgach, bu mintaqadagi markaziy osiyoliklarning katta qismi Idlib mintaqasida qoldi. Hozir bu yerda qancha o'zbek, qancha qozoq borligini hech kim ayta olmaydi. Ko'pi suriyalikka uylangan, arab tilini suvday biladi. O'zbeklarni faqat biz taniymiz. Suriyaliklar ba'zan ajrata olmaydi. Shara hukumati Tohir Sayfiddinovni o'ziga qo'shib oldi. Hamma o'zbeklarni to'plashni unga topshirdi. Lekin shariatda yashaymiz deb kelgandik, qani shariat deb norozi bo'lganlar bor. Ozodlikka bog'langan o'zbeklarga ko'ra 4-5 ming atrofida o'zbekistonlik erkak bor va ularning katta qismi Suriyaning bugungi armiyasiga qo'shilgan. Ammo armiyaga qo'shilganlar orasida ham Al-Shamning tobora dunyoga ochilayotgan siyosatidan norozilar qo'shayotgani aytilmoqda. Birodarlar, mana qurollar bilan kelishgan. Mana polni birani yo'rik mashinalar mana oldida. Shu soriq va Shu yilning 5-6 may kunlari bu 3 shaharga uyushtirilgan reydlarda 18 o'zbek qo'lga olingani aytiladi. Ya ikhva, shu sor, shu mushkila. Tam diyece billahi lahi. Bu Ahmad al-Shara koalitsiyasi, Hayat Tahrir ash-Shom yoki HTC Suriya boshqaruvini qo'lga olgandan beri so'nggi 18 oyda yuz berib kelayotgan jarayonning bir qismi. Ya'ni bu tajublanarli hol emas. Bu koalitsiya tarkibiga turli guruhlarda jang qilgan ko'plab o'zbeklar ham kiritilgan. Xususan Tavhid va jihod brigadasi yoki Tavhid va jihod katibasi deb atalgan guruhlar. Tavhid va jihod katibasi bu uning rasmiy yetakchilari Al-Qoida guruhi bilan juda yaqin g'oyaviy yo'nalishda qolgan. Tavhid va jihod bu guruh fikrlariga qo'shilgan va ularni targ'ib qilgandi. Bu o'zbeklar orasida yangi hukumatga integratsiya bo'lish yoki uning safida o'ziga o'rin topishda ancha qiynalgan. Kichik to'qnashuvlarda qatnashishda davom etgan, shuningdek hozirgi hukumat va o'zlarining sobiq brigada qo'mondonlarining buyruqlariga amal qilmaganlar bor. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra bu o'zbeklarning katta qismi qo'yib yuborilgan, ammo ozodlik ular bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lmadi. Shuningdek, bu boradagi ma'lumotlarga rasman aniqlik kiritishning ham imkoni bo'lmadi. Idlibdagi o'zbeklardan birining aytishicha, bu reydlar ortidan o'zbeklar orasida norozilik yanada kuchaygan. 9 may kuni Fua va Kafariyada katta majlis qilishdi. Aytildiki, Abu Ubayda brigadasi eng katta o'zbek jamoati. Bu mintaqadagi tartibni nazorat qilinglar. Yana o'zbeklar yig'ilib norozilik qilsa, ayab o'tirilmaydi deyildi. Mening tushunganim, o'zbeklarni yo o'zbek brigadasiga majburlab kirgizishadi yoki qurollarni to'liq yig'ishtirib, hukumatga bo'ysunib yashaydi yoki Suriyadan chiqarib yuboriladi. Bu haqda Suriyadagi internet nashrlar ham yozmoqda. Jumladan Ultra Syria nashrining xavfsizlik xizmatidagi manbalariga tayanib yozishicha, Idlibdagi o'zbeklar noroziligini ortidan prezident Ash-Shara yuqori martabali harbiy mulozimi Abdulhamad Sahariy, jangarilar orasida esa Abu Abdo Toum nomi bilan tanilgan qo'mondonni Idlibga yuborgan. Ushbu nashr o'q uzgani uchun ushlangan o'zbekning aslida Suriyadagi sobiq Al-Qoida tarmog'i ko'rilgan din qo'riqchilari tashkilotiga mansub bo'lgani va Al-Qoida hujralarini qo'llab-quvvatlashda ayblanganini ilova qilmoqda. Hozirda Suriya prezidentining o'zi ham muqaddam Muhammad al-Juloniy taxallusi bilan mashhur bo'lgan Ahmad al-Shara mamlakatni 40 yildan ortiq boshqargan Asad hokimiyatiga qarshi 2011-yilda u Jabhat an-Nusra guruhini tuzgandi. Dastlab bu guruh Jabhat an-Nusra yoki Nusra fronti nomi bilan tanilgan Al-Qoidaning Suriyadagi tarmog'i sifatida ko'rilgan. Uning yetakchisi Juloniy esa avvalgi Iroqdagi Al-Qoida rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyga bo'ysungandi. Keyinchalik Bag'dodiy Al-Qoida bilan aloqalarni uzib, Islomiy davlat, ya'ni IShID ekstremistik guruhini tuzgach va 2014-yilda Suriya hamda Iroqning bir qismini o'z ichiga olgan xalifalikni e'lon qilgach, Juloniy bu guruhga qo'shilishdan bosh tortgan. Nusra fronti har doim Suriya prezidenti Asad rejimiga qarshi kurash bosh maqsadi ekanini da'vo qilgan. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda bu guruh tarkibida 6-15 ming atrofida jangari bo'lgan. AQSh razvedkasining baholashicha, bu guruhning 5 mingdan 10 minggacha a'zosi bor. HTC tarkibida bo'lgan ayrim sobiq jangarilar o'zlarini xalifalik barpo etishga yordam beramiz deb hisoblaganini taxmin qilish adolatli bo'ladi.
Ulardan ba'zilari Sharaning Oq uyga borishidan, ma'lum bir vaqt galstuk taqqandan, ismini o'zgartirgandan va ko'p millatli hamda ko'p dinli davlatni boshqarish maqsadini bildirganidan norozi. Yana ba'zilari esa urushdan keyingi tinch hayotga moslashishda qiynalmoqda. Chunki ular hayotning katta qismini shiddatli janglar ichida o'tkazgan. Urushdan keyin hamma ham hayotda o'rnini topishi oson emas. Shuning uchun bunday holatlar ma'lum ma'noda kutilgan edi. Ammo bu katta ko'lamli jarayon emas. Ya'ni bu HTC tarkibida jang qilgan etnik o'zbeklarning katta yoki ko'pchilik qismini anglatmaydi. Ammo yangi hukumatga integratsiya bo'lish va unda o'ziga o'rin topishda juda qattiq qiynalayotgan odam bor. Of the ethnic Uzbeks who were fighting in part of HTS. Ayni guruh 2024-yilning kuzida 28-noyabr kuni o'zini Hayat Tahrir ush Shom yoxud Suriya ozodligi hayati nomi bilan maydonga chiqdi va qariyb 11 kun ichida Suriyaga qariyb yarim asr hukmronlik qilgan Asadlar xonadoni vakili prezident Bashar Asadni hokimiyatdan ag'dardi. Shu tariqa AQSh, Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya, Turkiya, Rossiya va BMT tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tasniflangan Hayat Tahrir ush Shom Suriya hokimiyatiga keldi. Hozirga kelib muqaddam ekstremistik terrorchilar ro'yxatiga kiritilgan 44 yashar Muhammad al-Juloni Ahmad al-Shara nomini oldi va Suriya rahbariga aylandi. Shara hozir Suriyaning rivojlangan dunyo, xususan G'arb bilan aloqalarini tiklashga urinmoqda. Dunyo hukumatlari esa undan yillar davomida ekstremistik g'oyalarga ergashgan qurollangan xorijlik jangarilar masalasini hal qilishni so'ramoqda. La Syrie doit très clairement continuer de se battre contre toutes les organisations terroristes qui sèment le chaos. Suriya barcha terroristik tashkilotlarga qarshi kurashni aniq va qat'iy davom ettirishi kerak. Sizlar uchun ham, boshqa mamlakatlar uchun ham. Shuning uchun Islom davlatiga aloqador guruhlar va barcha terrorchi guruhlarga qarshi kurash mutlaq ustuvor vazifadir. Prezident Ahmad ash-Sharaga ham aytdim. Biz o'z tomonimizdan bu borada hissamizni qo'shish va hissamizni yanada oshirishga tayyormiz. Je l'ai dit au président al-Shara, pour ma part, nous sommes tout à fait prêts. Bu o'rinda Shara va muqaddam uni qo'llagan xorijlik jangarilar o'rtasidagi bugungi ziddiyatning yana bir muhim omilini yodga olish zarur. Asadlar oilasi Alaviylardan bo'lgan, Asadga muxolif kuchlar esa Suriyaning asosan g'arbda joylashgan sunniy aholisining yetakchilari edi. Yaqin Sharqdagi arab bahoratidan 2011-yilda Suriyada boshlanib ketgan oddiy xalq namoyishlari aynan mana shu ikki diniy guruh o'rtasida mavjud ziddiyatning yuzaga chiqardi va aynan shu sabab dunyoning turli nuqtalaridan sunniy musulmonlar Suriya muxolifati safiga birikdi. O'zbek jangarilari bilan yuz berayotgan bu voqealar Idlibdagi xorijiy jangarilar masalasi, xususan qurollangan o'zbek jangarilarining mavhum qolayotgan taqdiri nechog'lik murakkab ekanini yana bir karra tasdiqlamoqda. Aksar davlatlar jangari fuqarolarini qaytarish istagini bildirgani yo'q. 500 dan ortiq fuqarosini O'zbekistonga qaytargan Mirziyoyev hukumatı ham hanuzga qadar ular haqida aniq bayonot bermagan hamda Mehr operatsiyasi nomi bilan o'tkazilgan seriyali repatriatsiya jarayonida asosan ayollar va bolalar qaytarilgan, jangari erkaklar masalasi ochiq qolgan edi. O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha bu fuqarolar xorijiy davlatdagi qurolli nizolarda ishtirok etgan jinoyatchilar sifatida ko'riladi. O'zbekiston Jinoyat kodeksida birgina shu harakat uchun 5 yilgacha qamoq jazosi belgilangan. Bundan tashqari nafaqat O'zbekiston, balki dunyo jamoatchiligi uchun Suriya va Iroq hududida turli ekstremistik terrorchi guruhlar safida bo'lgan xorijlik jangarilar tomonidan sodir etilgan va insoniyatga qarshi deya baholangan jinoyatlarga baho berish masalasi ham ochiq turibdi.